Ideya qolmagandan bugun sizlarga o'z kontentim boshlanish tarixini aytib bermoqchiman. Men o'zi kontentga kirib kelishimga asosiy sababchi bo'lgan ikkita odam bor. Ular esa hammalaring tanigan Aslanboy va Yakudza. Ularning ota-onalariga qilayotgan sovg'alarini ko'rib, to'g'risi ana shulardan motivatsiya olardim. Va ana shu vaqtda men ham o'zimga va'da berganman. Men ham mana shunaqa katta streamer bo'lsam, ota-onamga men ham mana shunaqa podarkalar sovg'a qilaman. Va undan keyin men 2021-yil kontentni boshlaganman. Va tabiiyki birinchi ochgan akkauntlarim deyarli umuman o'xshamagan. Shunday ham umuman to'xtamay men kontent qilishda davom etganman. Hamma qarindoshlarim, sinfdoshlarim meni ustimdan kulardi. Seni bu narsa qo'lingdan kelmaydi, buni faqat mingdan bitta odam qila oladi deb. Ana shu vaqtda ularga aytganman, balkim ana shu mingtadan bitta odam men bo'larman. Va bo'lmagan taqdirimda ham kelajakda mana shu ishda nimaga qilmadim deb afsuslanib o'tmaslik uchun. Va mana oradan 4 yil o'tdiki, shuncha omadsiz urinishlardan keyin oxirgi ikkita akkauntim o'xshadi. Va sizlarda yaqinlarimga erishdim. Endi esa mening maqsadim mana shu yilni oxirigacha 100 mingta bo'lish. Bunga ham sizlar podдержка qilasizlar degan umiddaman. Meni qo'llab-quvvatlayotganlarning hammasiga